Ha, как раз sochinidagina zo'r ish bo'lgan. Buyurtmachi g'oyani tanlash qiyin bo'lganda. G'oyani tanlangan, uning tanlanishiga ham sabab oxiri aytgan, "Aka, qanaqa holatda mana choyxonada gaplashib o'tiribsiz o'rtoqlaringiz bilan-da, televizorda nima bo'lsa hamma jim bo'lib qolib qaraydi. Bayvik yoki mana bu pogoniya bo'ladi-yu, qochdi quvladi epizod bo'lsa qaraydi. O'shandan keyin shu g'oyani qilganmiz, yaxshi pogoniya qilamiz deb turib so'kib bog'laymiz deb, shu o'yin o'ynayotgan bo'lgan ota-o'g'il, onasi kirib, vitaminlar qabul qilish vaqti keldi deb turib, so'kib ulaganmiz. Bunda bizga yaqindan yordam bergan g'oyaviy o'zi 90% rolikka grafikadan iborat. United Soft bilan Lazizxon G'aniyev bilan birga hamkorlikda ishlaganmiz. O'sha ular ham rivojlanib ketishgan 12-13-yillarga to'g'ri kelyapti bu. Uni ham hisobga oling, hali juda ham bir grafika u darajada rivojlangan emas, grafika juda qimmat payt. Mashinani modelini o'zini 2-3 kun o'ylaganman. O'sha paytda shaharda bizga endi kelgan edi Camaro bilan Ford Mustang. Keyin shu modellarni olamiz deb ikkita saroy qizil rangini olib joylashtirganmiz. Layout degan narsa bor. Layout orqali shu kvadratni qilib, hani minimalizm shaklida mashinaning harakatlanishi, kameraning ishlashi. Chunki men orada tushuntiryapman, nijniy plan rakursni oldidan o'tib ketyapti mashina desam, u qanaqa tushunganini bildirish uchun menga layoutlarni ko'rsatib berishgan. Qiyin tomoni Camaro bilan Ford Mustang bo'lsa, biz ularning ichini ko'rmaganmiz, ichini ola olmaymiz. U mashinalarga dostуп yo'q, topa olmaganmiz, qidirganmiz bu mashinani. Xudojnik Rustam bilan o'ylab, ichini o'rganib chiqsa, internetdan titkilasa, Camaro'ning ichi почти Malibu'dagi ekan. Keyin prodyuserimiz Izzat Malibusini olib kirib pavilyonga, shu ichini knopka bosgan joylarini qo'yib qilganmiz. Nimada Mustangda sidenasi sportivniy bo'lar ekan, yaxshilab qarasa. Keyin xudojnikim bozorga tushib, arendaga pul to'lab, $1200 Sparko degan sidenani bir kunga deb turib olib kelib, O'zbekfilm pavilyonda edi, pavilyonga olib kelib qo'yib olganmiz. Endi aktyorlarda qiynalgan joyimiz bolachada bo'lgan. Faqatdan ham o'yin, igraman, ko'rinish, keyin unisiga aktyorlik mahorati bo'lishi kerak, shu bilan birga yosh bola bo'lishi kerak. O'sha bolani tanlashda sal qiynalganmiz, lekin ota bilan ayoliga qiynalmaganmiz. Rolik to'liq telekanallarda aylanmagan. Buning sababini haligacha bilmaymiz, lekin juda ham ko'ngli to'lib, davolni ketgan klient. Lazizga aytganmanki, meni ko'nglim to'lmayapti, chunki zvukdan u paytda halicha rolikka muzika yozilmasdi kinoga o'xshab. Mana shuni ham muzikasini yozgim kelyapti, tayyor muzikani olgim kelmayapti. Desam, mana Jo'lan aka ishlayapti shunaqa temada zvuklar bilan deb birinchi Jo'lan Sutullayev bilan hamkorlikda ishlaganmiz. Jo'longa zadachani tushuntirganman, ko'plab savollar bergan, tashlab ketganman. Bir 4 kun 5 kunda chaqirgan. Muzika ham noldan shu chalingan muzika, hard rock bo'lib turibdi u yerda. Keyin knopkalar ham точно ishlatilgan. O'sha ovozi, eshiklarni yopilish, transformatsiya ovozlari bor u yerda. Mashinaning aylanishi bor, skorostlarning urilgandagi ovozlarigacha juda ham ideal darajada qilinganiga yoqqan menga. Televizorlarda qo'yishmagan, meni taxminim rolik uzun bo'lganiga qisqa versiya qilish olmagan. Katta versiya uchun juda katta sarf xarajat bo'lib ketadi, menimcha. Shunga o'tmagan bo'lsa kerak.